Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan psixologiya bo'limining hazm qilish sistemasidagi keyingi mavzular bilan tanishib chiqamiz. Bugun biz sizlar bilan halqum haqida, qizilo'ngach va oshqozon anatomiyasi haqida gaplashamiz. Birinchisi halqum haqida gaplashadigan bo'lsak, halqum lotinchasiga pharynx deb ataladi. Halqum hazm va nafas sistemasini bog'lab turadigan toq va muskulli a'zo hisoblanadi. Uning skletotopiyasi yuqoridan kalla asosi bazis crani media, ensa suyagi halqum do'mboqchasi, ponasimon suyakning qanotsimon o'simtasi yordamida yuqoridan asos hisoblanadi va pastdan 6-7 bo'yin yumurtqalari sohasiga to'g'ri keladi. Bu skletotopiyasi. Skletotopiyasidan keyin sintopiyasi. Ikki yon tomondan bo'yinning tomirli nervli dastasi pastdan qizilo'ngach va pastki oldingi tomondan qiqildoq bilan chegaralangan bo'ladi. Sintopiyasida bu tomirli nervli dastdan nimalar hosil qiladi deydigan bo'lsak, buni ichki uyqu arteriyasi, ichki bo'yinturuq vena va adashgan nerv uchalasi birgalikda tomirli nervli dastani hosil qiladi va bu ikki yon tomondan joylashadi. Keyin galotopiyasiga keladigan bo'lsak, bo'yin bo'shlig'ida joylashgan orqa umurtqa pog'onasiga yaqin qismda joylashgan bo'ladi. Halqum bo'shlig'ining 3 ta qismi mavjud. Birinchi qismi pars nasalis, burun qismi bo'ladi. Ikkinchi qismi pars oralis, og'iz qismi va uchinchi qismi hiqildoq qismi pars laringia qismi bo'ladi. Burun qismiga keladigan bo'lsak, men chegaralab ko'rsatgan pars nasalis, og'iz qismi pars oralis va hiqildoq qismi pars laringia deb ataladi. 3 ta qavati mavjud. Tunika mukoza, shilliq qavati, tunika fibroza, fibroz pardali qavat va tunika muscularis, muskul qavatdan tashkil topgan. Burun qismi pars nasalis, oldindan xonalar, orqa burun bo'shlig'iga, oldin qismidan xonalar orqali burun bo'shlig'iga, orqadan muskullar va yon tomondan ostin pharyngeum tubo auditiva bilan chegaralanadi. Orqa va lateral tomonda tonsilla pharyngia bilan halqum murtagi bilan chegaralanib turadi. Bu burun qismi bo'ladi. Undan keyin og'iz qismi bo'ladi, pars oralis bo'ladi. Oldindan facium ya'ni orqali og'iz bo'shlig'iga ochiladi va bu qismda nafas va hazm yo'llari kesishadi. Undan keyingisi hiqildoq qism bo'ladi, pars laringia bo'ladi. Hiqildoq bilan chegaralanadi va undan keyin qizilo'ngachga o'tib ketadi. Halqumning hiqildoq qismida noksimon cho'ntaklar, recessus piriformislar bo'ladi. Recessus piriformisda men ko'rsatib bergan. Recessus piriformislar bo'ladi. Halqumning qizilo'ngachga o'tish sohasida toraygan sohasi bo'lib, bu konstruktio pharyngoesophagealis deb ataladi. Bu toraymasi bo'ladi. Halqumning mushaklari ko'ndalang targ'il tolalardan tuzilgan bo'lib, ular bo'ylanma va qisuvchi guruh mushaklariga bo'linadi. Qisuvchi mushaklar 3 qavatli bo'lib, ularga musculus constrictor pharyngis superior, musculus constrictor pharyngis media va musculus constrictor pharyngis inferiorlarga ajratiladi. Mana bu musculus constrictor pharyngis superior, media va inferiorlar bo'ladi. Buning birinchisi musculus constrictor pharyngis superior. Buning ham bir qancha qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Birinchisi pars pterygofaringia bo'ladi. Qanotsimon halqum qismidan boshlanib, asosiy suyakning qanotsimon o'simtalaridan boshlanadi. Ikkinchi qismi pars buccofaringia bo'ladi. Lunch halqum qismi bo'ladi. Qanotsimon pastki jag' bo'ylamidan boshlanadi va shu boshqa mushaklar bilan birgalikda davom etadi. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa pars myelofaringia bo'ladi. Pastki jag' halqum qismi bo'ladi. Pastki jag' suyagining linea mylohyoides chizig'idan boshlanadi. To'rtinchisi pars glossofaringia, til halqum qismidan boshlanib, tilning yon sohasidan boshlanadi. Bu boshlanish sohasi hisoblanadi.
Undan keyingi mushagimiz musculus constrictor pharyngeus medius bo'ladi. Quyidagi qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Bu pars chondropharynge bo'ladi. Til osti suyagi tanasidan boshlanib halqumga borib birikadi. Ikkinchisi pars keratopharyngia til osti suyagining shoxlaridan boshlanib, bu ham halqumga borib birikadi. Bu ikkinchi siquvchi muskul hisoblanadi. Va uchinchisi musculus constrictor pharyngeus inferior til osti suyagining lateral yuzasidan qalqonsimon va uzuksimon tog'aylardan boshlanib quyidagi qismlarga bo'linadi. Birinchisi pars thyropharyngia qalqonsimon tog'aydan boshlanadigan qismi. Ikkinchi qismi pars cricopharyngia bo'ladi. Uzuksimon tog'aydan boshlanadi. Halqumning qisuvchi mushaklari, ya'ni ikkita qism bo'ladi. Halqumning qisuvchi mushaklari halqum devoridagi chok sohasiga birikadi. Vazifasi luqmani yutish jarayonida ishtirok etib, halqumni toraytiradi va ko'taradi va uzunligini qisqartirib berish vazifasini bajaradi. Halqumning bo'ylama mushaklariga quyidagilar kiradi. Birinchisi musculus stylopharyngeus, bigizsimon halqum mushagi chakka suyagining bigizsimon o'simtasidan boshlanib, bu ham halqumga borib birikadi. Ikkinchisi musculus salpingopharyngeus deb ataladi. Nay halqum mushagi. Halqumning burun qismidagi eshituv nayi sohasidan boshlanib, halqumga birikadi. Vazifasi halqumni ko'tarib berish vazifasini bajaradi. Va uchinchisi musculus palatopharyngeus, tanglay halqum mushagi bo'ladi. Yumshoq tanglaydan qanotsimon o'simtasining ilmog'i hamlis pterygoidisdan boshlanib, bu ham halqum devoriga borib birikadi. Bu halqumning bo'ylama mushaklariga kirar edi. Undan keyin qizilo'ngach haqida gaplashadigan bo'lsak, qizilo'ngach lotinchasiga esophagus deb ataladi. Qizilo'ngach halqumning davomi bo'lib, me'dagacha davom etadi. Joylashuv sohasi 6-bo'yin umurtqasi sohasidan 11-ko'krak umurtqasi sohasigacha davom etadi. Uning o'rtacha uzunligi 23-25 sm ni tashkil etadi. Uning 3 ta qismi farqlanadi. Birinchi qismi bo'yin qismi pars cervicalis, ikkinchi qismi ko'krak qismi pars thoracica, qorin qismi pars abdominalis qismlarga bo'linadi. Bo'yin qismi bo'yin umurtqalari sohasiga to'g'ri keladi. Ko'krak qismi diafragmagacha davom etadi va diafragmaning ostidan qorin qismi boshlanadi. Uning 3 ta qismi bo'ladi. Ya'ni birinchisi bo'yin qismi pars cervicalis bo'ladi, ko'krak qismi pars thoracica va qorin qismi pars abdominalis qismlarga ajratiladi. Uning bo'yin qismi 6 va 7 bo'yin umurtqalari sohasiga to'g'ri keladi. Uning ikki yonidan uyqu arteriyasi, arteriya carotis va bitta nerv turadi. Undan keyin ko'krak qismi bo'ladi. Ko'krak qismi eng uzun qism bo'lib, ko'ks oralig'ida 1 va 10-qovurg'alar 10 ko'krak umurtqalari sohasida yotadi. Ko'krak qismi 4-qovurg'agacha kekirdak, 4-ko'krak umurtqasidan aorta ravog'i, 4-5 ko'krak umurtqalarida esa chap bronx bilan kesishadi. Ko'krak qorin qismining oldingi sohasida chap, orqa sohasida esa o'ng adashgan nerv yotadi. Undan keyingisi pars abdominalis qorin qismi bo'ladi. Qorin qismi bu 11-ko'krak umurtqasi sohasida turadi. 1-3 cm da bo'ladi va jigarning chap bo'lagiga tegib turadi. Qizilo'ngachning devori 4 qavatdan tashkil topgan. Birinchi qavati shilliq qavat, tunika mukoza, qizilo'ngachning ichki yuzasida bo'lib, shilliq ishlab chiqaruvchi bezlar, glandula, ezofagiyaga boy qavat hisoblanadi. Va ikkinchi qavati shilliq osti qavat, tela submukoza qavat. Bu qavat hisobiga shilliq qavatda burmalar hosil qiladi, ya'ni ariyalarni hosil qilib beradi. Va undan keyin plika va ariyalarni hosil qiladi. Undan keyin 3-mushak qavati, 3-qavat tunika muscularis mushak qavati bo'ladi. Yuqori qismda ko'ndalang targ'il tolalardan tashkil topgan bo'lib, past qismda silliq mushak tolalariga davom etadi. Mushak qavati ikki guruhdan tashqi bo'ylama yo'nalgan tolalardan va ichki halqasimon yo'nalgan mushak tolalardan hosil bo'ladi. Qizilo'ngachning eng tashqi yuzasi tunika adventitsiya bo'ladi, biriktirish to'qima bilan qoplangan. Qizilo'ngachning pars abdominalis qismi tashqi tarafdan qorin parda bilan qoplangan. Shuning uchun ularning
4-chi qavati seroz qavat deyiladi va uning bo'yin qismi va ko'krak qismlarida adventitsial qavat bilan qoplangan, ya'ni tashqi tomondan. Katta yoshdagi odamlarda qizil o'ngachning uzunligi 23-25 sm ga teng bo'ladi. Kesuvchi tishlar sohasidan qizil o'ngachgacha 15-17 sm ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, kesuvchi tishlardan me'dagacha bo'lgan masofa 40-42 sm bo'ladi. Qizil o'ngach bo'shlig'i hamma sohada ham bir xil diametrga ega emas. Ba'zi joylarda toraymalar sohalari bo'ladi, unga anatomik toraymalar bo'ladi. Ya'ni bularda ba'zi joylarda toraymalar bo'ladi. Bularga anatomik toraymalar va fiziologik toraymalar kiradi. Anatomik torayma bilan fiziologik toraymani farqi nimada deydigan bo'lsak, fiziologik toraymalar o'zgaruvchan bo'lib, ovqat luqmasi o'tmasa ham kengayib torayib turadi. Anatomik toraymalar bo'lsa, bular o'zgarmas bo'lib, faqat ovqat luqmasi o'tayotganda kengayadi. Masalan, biz ovqat yemasak ham yurak qisqarib aortani kengaytiradi. Aorta esa aortal toraymani hosil qiladi. Bu fiziologik hisoblanadi. Va undan tashqari kardial toraymalar ham bo'ladi. Bular faoliyati muskullarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bizning yuragimiz doimiy ravishda qonni haydab berganda ana shu fiziologik toraymalar hosil bo'ladi. Anatomik toraymalar bo'ladigan bo'lsa, biz faqatgina ovqat yutganimizda ovqat luqmasini bu qizil o'ngachdan o'tayotganda toraymalar hosil bo'ladi. Bu anatomik toraymalar hisoblanadi. Anatomik toraymalarga keladigan bo'lsak, birinchisi halqumning qizil o'ngachga o'tish sohasida halqum toraymasi, konstruksiya faringoezofageal hisoblanadi. Ikkinchi torayma traxeyaning asosiy bronxlarga bo'linish sohasida bronxial torayma, qizil o'ngachning bronxlarini hosil bo'lish sohasida konstruksiya bronxialis bo'ladi. Va undan keyin uchinchisi qizil o'ngachning diafragmadan o'tish sohasida diafragmal torayma, konstruksiya frenika deb ataladi. Ya'ni bular anatomik toraymalar. Undan keyin fiziologik toraymalar farqlanadi. Birinchi toraymasi aorta torayma, qizil o'ngachning aorta bilan kesish sohasida bo'ladi. Ikkinchi toraymaga keladigan bo'lsak, ikkinchisi kardial torayma bo'ladi. Qizil o'ngachning me'daga o'tish sohasida joylashgan bo'ladi. Bu qizil o'ngachning anatomik va fiziologik toraymalari edi. Qizil o'ngachning mushak qavatida quyidagi mushaklar ajratish mumkin. Birinchisi pay, tendocricoesophagus bo'ladi. Hiqildoqning uzuksimon tog'aydan boshlanadigan mushak pay hisoblanadi. Ikkinchi, ya'ni mushagi bo'ladi. Bu musculus bronchoesophagus bo'ladi. Bronxlardan boshlanadigan mushagi bo'ladi. Va uchinchisi musculus pleuroesophagus bo'ladi. Pleuradan boshlanadigan musculus pleuroesophagus bo'ladi. Pleuradan boshlanadigan mushak hisoblanadi. Qorin bo'shlig'i haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, qorin bo'shlig'i cavitas abdominalis deb ataladi. Uning yuqori devorini diafragma, oldingi devorida qorin mushaklari, ya'ni qorinning to'g'ri, qiyshiq, ko'ndalang mushaklari, orqa devorning umurtqa pog'onasidagi bel mushaklari tashkil etsa, qorin bo'shlig'ining pastki sohasida chanoq bo'shlig'iga davom etadi. Bu yerda tos bo'shliq a'zolari joylashgan bo'ladi. Qorin bo'shlig'ining devori va bo'shliqdagi a'zolar seroz parda, qorin parda bilan o'ralgan bo'ladi. Qorin pardani o'zi ham parietal va visceral pardalardan tashkil topgan bo'ladi. Shu qorin bo'shlig'ida joylashgan a'zolarning bu o'ralishiga qarab, qorin parda bilan o'ralishiga qarab turlari farqlanadi. Qorin parda a'zolarni hamma tarafdan o'rab olsa, bular intraperitoneal a'zolar deb ataladi. A'zolar uch tarafdan o'rasa mezoperitoneal a'zolar deb ataladi. Faqat bir tarafdan o'rasa ekstraperitoneal a'zolar deb ataladi va bundan tashqari umuman qorin parda tegmasa, bizda 4-chi yangi qo'shilgan retroperitoneal a'zolar ham deb ataladi. Bu, ya'ni qorin parda bilan o'ralishiga ko'ra qorin bo'shlig'idagi a'zolar bir-biridan farqlanadi. Undan keyin biz oshqozon haqida gaplashamiz. Oshqozon, ya'ni me'da, lotincha ventriculus, yunoncha gastr deb ataladi. Oshqozonning vazifasiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda oziqani mexanik maydalash va aralashtirish. Og'iz bo'shlig'ida parchalangan oziq mahsulotlarning shu qizil o'ngach, og'iz bo'shlig'i, halqum, qizil o'ngach orqali oshqozonga tushadi va oshqozonda oshqozon mushaklarining qisqarib bo'shash hisobiga bu yerda
ya'ni mexanik maydalanish jarayoni amalga oshadi. Ma'lum darajada to'plash, ya'ni oshqozonda oziq moddalar depo holatida saqlanib turadi va kimyoviy parchalovchi fermentlar ishlab chiqarish. Kimyoviy parchalovchi fermentlar oshqozonning bir qancha hujayralari bo'ladi. Bularga bosh hujayralar, pepsinogen hujayralar, bundan tashqari bir qancha hujayralar mavjud bo'ladi. Bular kimyoviy parchalovchi fermentlar ishlab chiqaradi va undan tashqari ma'lum darajada so'rilish jarayoni amalga oshadi. Oshqozonda ko'proq minerallar va ko'proq alkogol so'riladi. Bu ya'ni oshqozonning vazifasi. Oshqozon anatomiyasi tashqi tomondan qaraganimizda 4 ta qism farqlanadi. Birinchi qismi ya'ni fundus ya'ni fornix qism bo'ladi, tubi bo'ladi. Tubi biz oshqozonning tubi yuqori sahada joylashgan bo'ladi, fundus qismi. Va undan keyin korpus tana qismi bo'ladi. Tana qismi bu chegaralab ko'rsatilgan bu tana qismi bo'ladi. Va undan keyin kardial qismi ya'ni yurakka yaqin joylashgan, tegib turadigan qismi pars kardialis deb ataladi. Bu yuqori sohada joylashgan shu soha kardial qismi bo'ladi. Va undan keyin pilorik qismi bo'ladi. Pars pilorika bo'ladi. Pilorik qismini o'zi mana bu. Pilorik qismini o'zini ham iki guruhga antrum piloricum bo'ladi va undan keyingisi canalis piloricum bo'ladi. Bu bizda patologiyada asosiy ahamiyatga ega. Shu sohada ko'proq ya'ni oshqozon yara kasalliklari uchraydi. Chunki oshqozondagi barcha xlorid kislotalar shu yerda saqlangan holatda bo'ladi. Ya'ni yuqoridan pastga harakatlangani uchun ana shu sohalarda ko'proq ya'ni gastritlar kelib chiqadi, ya'ni oshqozonning yallig'lanishi. Ikkita devori bor. Oldingi devori pars anterior va orqa devori pars posterior bo'ladi. Ikkala devor. Va ikkita devor birikib, o'ng yuqori tomondan kurvatura ventriculi majorni hosil qiladi. Bu shu sohaga kurvatura ventriculi major va chap va past tomondan kurvatura ventriculi minorni hosil qiladi. Bu soha kurvatura ventriculi minor bo'ladi. Oshqozonda ikkita o'ymasi bor. Insizura kardiaka bo'ladi. Tub qismi qizilo'ngachning qorin qismida bu insizura kardiaka bo'ladi. Va undan keyin insizura pilorika qismi bo'ladi. Kichik egrilikning tugash sohasida insizura piloricum bo'ladi. Shu sohaga to'g'ri keladi. Me'daning devori 4 qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Oshqozonning skletotopiyasi oshqozon 11-ko'krak umurtqasi va birinchi bel umurtqalari oralig'ida qayrilib joylashadi. Sintopiyasi oshqozonga bir qancha a'zolar tegib turadi. Oldingi devorida oldingi chap yuqori sohasida diafragma. Diafragma bu shu sohalarga to'g'ri keladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, oldingi qismda qorin, oldingi chap pastki qismda qorinning oldingi devoriga tegib turgan bo'ladi. Va uchinchisi bu jigarning oldingi sohasida, ya'ni jigar oldingi sohasi jigarga tegib turadigan shu sohasi bo'ladi. Va undan keyin orqa devorida taloqqa, diafragmaga, chap buyrak usti bezi, chap buyrak, ko'ndalang chambarichak va oshqozon osti bezlariga tegib turadigan qism hisoblanadi. Qism bor, ya'ni bu sintopiyasida. Bu sizlar bilan galatopiyasi haqida gaplashib chiqdik. Bu ya'ni qancha bo'yiga kurvaturalari bo'lishi, oldingi orqa devorlari, insizuralari bo'lishi bu galatopiyasi hisoblanadi. Oshqozonning devorlari 4 qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchisi 200dasi shilliq qavati, tunika mukoza qavati bo'ladi. Tunika mukoza qavati burmalar, ya'ni plika gastrikani hosil qiladi. Me'da shirasi saccus gastricusni ishlab chiqadigan bezlar ham shilliq qavatda joylashadi. Bu bezlar joylashuviga ko'ra bir necha guruhlarga bo'linadi. Me'daning kirish qismida joylashgan bezlar glandula cardiaca. Me'daning tana va gumbaz qismidagi xususiy bezlar glandula gastrica propria deb ataladi va ikki turkum hujayralardan tashkil topgan. Asosiy hujayralar, ya'ni bosh hujayralar pepsinogen fermentini ishlab chiqaradi. Pepsinogen bular aktivlanish hisobiga oshqozondagi boshqa barcha fermentlarni aktivlab beradi va qo'shimcha hujayralar xlorid kislotani ishlab chiqaradi. Asosan xlorid kislotani parental hujayralar ishlab chiqaradi. Parental hujayralar xlorid kislota bilan birgalikda Kasselning ichki omilini ishlab chiqaradi va bu vitamin B12 ni so'rilishida katta ahamiyatga ega. Oshqozonda xlorid kislota ta'sirida vitamin B12 ning parchalab ketishini oldini oladi va shu hisobga ichki Kassel omil ularni oshqozonda parchalamasdan uni ingichka chaklarga o'tkazib beradi.
Xlorid kislota temirning aktivlanishida ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu oshqozon qo'shimcha hujayralardan parietal hujayralarni xlorid kislota ishlab chiqaradi. Me'daning 12 barmoqli ichakka o'tish sohasida joylashgan bezlar glandula pylorica deb ataladi. Faqat asosiy hujayralardan tashkil topgan me'daning shilliq qavatida yakka holdagi limfa tugunlar, folikulyar limfatika gastrikalar ham uchraydi. Me'daning shilliq qavatida xususiy mushaklar bo'lib, lamina muscularis mucosa deyiladi va shilliq qavat yuzasida me'da maydonchalari area gastrikalar bo'ladi. Mayda burmalar plika villoza va maydonchalarida bezlar ochiladigan chuqurchalar foveola gastrikalar bo'ladi. Ya'ni bezlar o'z sekretini ajratadigan chuqurchalar mavjud bo'ladi. Undan keyin ikkinchi qavati shilliq qavat osti, ya'ni shilliq osti qavati tela submukoza qavati bo'ladi. Joylashgan, ya'ni tela submukoza qavati joylashgan me'da ichki yuzasida burmalar hosil bo'ladi. Kichik egrilik sohasida bu burmalar bo'ylama tarzda joylashgan bo'lib, mushak qavat qisqarish natijasida me'da yo'llarini, kanalis gastrikuluslarni hosil qiladi. Ya'ni shu sohada kanalis gastrikuluslarni hosil qiladi va biz birinchi navbatda suv yoki suyuq mahsulotlar iste'mol qilganimizda to'g'ridan to'g'ri shu kanalchalar orqali uning antonim qismiga o'tib ketish holati kuzatiladi. Ya'ni pilorik qismiga. Undan keyin bu yo'l me'daning kirish va chiqish teshiklari o'zaro bog'laydi. Me'daning chiqish sohasidagi ostium pilorikum teshigi burmalar halqa holda bo'lib, bunday burmalar me'da 12 barmoqchak bo'shliqlarda ajralib turadigan to'siq klapan valvula pilorikum bo'ladi. Ya'ni 12 barmoqli ichak bilan oshqozon ajralib turadigan bu ya'ni pilorik sfinkteri mavjud bo'ladi. Va uchinchi qavati tunika muscularis qavati bo'ladi. Silliq mushaklardan tashkil topadi va 3 qavat bo'lib joylashadi. Tashqi qavat bo'ylama stratum longitudinal tutamlari, o'rta qavat halqasimon stratum circulare tutamlari va ichki yuzasi sohasida esa qiyshiq tutamlar fibra obliqua bo'ladi. Tashqi tomondagi rasmdan ko'radigan bo'lsak, bo'ylama stratum longitudinale va o'rta qavatda halqasimon stratum circulare mushaklari va ichki qismda ichki yuzasida esa qiyshiq tutamga yo'nalgan fibra obliqua qismlari mavjud bo'ladi. Fibra obliqua mushaklari bo'ladi. Halqasimon mushak tutamlari me'dada 12 barmoq ichakka o'tish sohasida yaxshi taraqqiy etgan bo'lib, musculus sphincter pylorini hosil qiladi. Ya'ni pylorik sfinkterni hosil qilishda ishtirok etadi. Bu mushakning qisqarishi va shu sohadagi klapan valvula pilorika me'da 12 barmoqli ichak ajratib turadigan bo'shliqdan ajratib turadi. 4-qavat tashqi qavat tunika seroza bo'ladi. Seroz qavat bo'ladi. Qorin pardaning visceral varag'i bo'lib hisoblanadi. Bu parda jigar va me'daning kichik egrikligi orasida boylamlar hosil qiladi. Ligamentum hepatogastricum, ya'ni jigar bilan oshqozon o'rtasidagi boylam, me'da bilan taloq orasida ligamentum gastrolionale bo'ladi. Undan keyin me'da bilan ko'ndalang chambarachak o'rtasida ligamentum gastrocolica bilan boylamni hosil qiladi. Me'da qorin parda me'dani hamma tarafdan o'rab oladi va shu sababli bular intraperitoneal a'zo deb ataladi. Bu oshqozonni ko'radigan bo'lsak, bu jigarning yuqori sohasidan ligamentum teres hepatis sohasidan boshlanadigan qorin parda birinchi jigarni o'raydi. Jigardan keyin bular ikkita tutamlarni hosil qilib, oshqozonni ikki tomonidan o'rab o'tadi va bular intraperitoneal a'zo hisoblanadi. Ya'ni qorin parda bilan o'ralishiga ko'ra intraperitoneal a'zo hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun sizlar bilan halqumni, qizilo'ngach va oshqozon anatomiyasi haqida gaplashib chiqdik. Sizlar bilan Best Doctors jamoasi a'zosi Boburbek Ahmadov bo'ldi. Xato va kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz.